Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugungi videomizda Yandex kartasida professional va standart tarifida joylashtirilgan ikki xil lokatsiyani farqini barbershop misolida tushuntirib o'tmoqchimiz. Barbershop deb qidiruv berganimizda mana biz qanchadir radius masofani belgilab oldik. Bu yerda ikkita ko'rsatyapti. Birinchisi standart tarifida joylashtirilgan, ikkinchisi professional tarifida joylashtirilgan lokatsiya. Mana qidirganda barbershop. Birinchisi mana galchkasi bilan professional lokatsiya chiqyapti. Ikkinchisi mana parikmakerskiy oddiy standart tarifida joylashtirilgan lokatsiya. Buni farqini ko'radigan bo'lsak, hop, birinchi o'rinda bu как original degan ma'noda mana Marshall Barbershop galchkasi bilan, ikkinchisi mana zapis programmalarini mijozlarga qulaylik bo'lish maqsadida Yandex kartaga integratsiya qilib berganmiz. Buni bosib bemalol specialistlar, masterlarni tanlab va xizmat turlarini tanlab band qilish mumkin. Keyingisi video va fotolar. Buni cheksiz joylash mumkin bu professional tarifida. Mana to'liq mijoz o'ziga kerakli rasmlarni tomosha qilib, videolar tomosha qilib olish mumkin. Ikkinchisi bu obzor blogi mana. Tashqi ko'rinish, ichki ko'rinish, qilinayotgan ishlar va playlist. Va bu yerga polniy nimaiki yangiliklar yoki aksiyalar bo'lsa, shuni joylash mumkin. Keyingi qismi bu yangiliklar, mana ruscha, inglizcha va o'zbek tillarida yangiliklar va xizmatlar narxlari bilan. Mana to'liq nima xizmat bo'lsa, hammasi joylangan. Mijozlar o'ziga kerakli xizmat narxlari bilan tanishib chiqishi mumkin. Xo'p, undan keyin ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar ulangan va messenjerlar, WhatsApp, Telegram va mana Instagram ijtimoiy tarmoqlarini bog'laganmiz bunga. Undan keyin to'liq ma'lumot barbershop haqida to'liq ma'lumot, ya'ni nima xizmatlar bor, kim uchun, nima uchun, Wi-Fi, parkovka to'liq joylangan. Bu professional lokatsiya hisoblanadi. Keyingisi mana standart tarifda joylashtirilgan. Bunda mana galchka yo'q, onlayn zapis yo'q, mana rasm bor. Mana bu yerda professional lokatsiyadagi obzorlar yo'q. Instagram va Telegram bog'langan. Bo'ldi va qo'shimcha ma'lumotlar bor. Xizmat narxlari umuman kiritilmagan. Bu standart tarifida kiritilmaydi. Farqi shunda.